Akalar Toshkent shahriga kelganmiz, ya'ni Ipodrom bozorida orqa tomoniga kelganmiz. Bitta sklatni juda chiroyli qilib tomini yopib berishibdi. Andijonlik akalarimiz ishlariga bitta baho beringlar. Profildan tushsa juda qimmat bo'lib ketar ekan. Agar chetda hozir misol uchun deylik 400 million so'm ketgan bo'lsa, misol uchun keltiryapman. Bundan arzonroq bo'lgan. Teng yarmiga kontrakt materialdan shunaqangi holatda qilib berishgan. Ancha cho'ntagingizga ham foyda bo'ladi. To'liq ma'lumotni ustakamizdan olamiz. Assalomu alaykum aka. Salomatmisiz? Aka, bizning videolar jaydaricha, bizni podpischiklarimiz bilishadi, iloji boricha olib qochmasdan borini bor, yo'g'ini yo'q, necha puldan qilib bergansiz, qatgacha xizmat bor, nimalar ichiga kiradi, oldindan pul berish kerakmi, yo'qmi? Hammasi bitta ma'lumotni o'zingiz gapirib bering aka. Bo'ldi aka, xudo xohlasa bizda yolg'on gap umuman bo'lmaydi, oldi qochli gap bo'lmaydi aka. Albatta. Xo'p. Eniga necha metr hozir eniga? Razmeri keladigan bo'lsa 14 metrga 200 metr aka joyimiz. 14 ga 200 metrmi? 200 metr. Voy. Ha, bu birinchi zdaniyamizni davomi. Ro'parasidagi xuddi max razmerda zdaniyamiz bor. Bu ikkinchi zdaniyamiz. Bu zdaniyamizni narigi zdaniyamiz kuzda bitirib berganmiz. Qor, yomg'ir, shamol hamma yo'g'ini ko'rdi aka. Toshkentda sinovdan o'tdi. Ha, eng ko'p qor yog'adigan joylardan turibmiz aka. Lekin mana katta yaqinlashtirib ko'rsataman akalar, qaranglar, juda katta 5x da turibdi. Zo'r. Aka, hozir bat sklatga tayyorlab berganda hozir, to'g'rimi? Sklat, ombor, xullas nima saqlasa bo'laveradigan joy. Endi nima saqlash bizga hali qorong'u. Biznesmen odamlar nima saqlaveradi. Juda ham yaxshi. Bu zaniyamizni o'zimizda tayyorlab, olib kelib o'rnatib, hamma yo'q ichida bo'lgan. Pitaniya produkti, yo'lkira, elektrod, bolgarka tosh, ko'rpa to'shaklargacha o'zimizdan bo'lgan aka, xudo xohlasa. Ha, tayyor tom yangiligi bo'lgan ekan-da. Tayyor tom, ha. Professional tunikasini olib bergan, tunikasini olib bergan. Agar tunikasi bilan gaplashaylik desa, tunikasini ham olib o'zimiz olib. Misol uchun hozir bu bir skatliga, ya'ni bir tomonga yomg'ir suv yog'sa, suv tushib ketadigan bir skat deyiladi. Ikki skat bo'lsa, ya'ni ikki tomonga qirib chiqarilganda ikki skat deyiladi, to'g'rimi? Hozir shunaqangi holatda bo'lgan, necha puldan bo'lgan hozir aka? Aka 190 ming so'mdan qilib berganmiz aka mana shu. 190 ming so'm. Ob'yem kattaligi uchun 190 ming so'mdan qilib berganmiz aka. Xudo xohlasa, buni kirasiga qilmaganmiz, chunki bu yer patologiya bo'ladi, obshivat bo'ladi. Umuman kirasga kerak emas joy, oshiqcha rasxod qilinmaydigan joy. Kirasga qilinmabdi, chirib ketadi, zanglab ketadi degan odamlar negativlarga aka, bu konteyner materiali o'zi konteyner dengizda yuradigan narsada aka. Uncha-munchaga chiramaydi. Dengizda suv ichida yuradigan narsa zanglamagan, u havoda turgan umuman zanglamaydi, xudo xohlasa. Xudo xohlasa endi abadiy narsani o'zi yo'q, lekin misol uchun yog'ochdan qilgandan ko'ra kontrakt materialdan qilgan yaxshiroq. Bitta narsani aytib o'tib ketaman. Misol hozir endi 14 metr bo'ladigan bo'lsa, yog'ochdan qiladigan bo'lsangiz maksimal 6 metrgacha qila olasiz xolos. Sababi ustun o'rtaga tushish kerak bo'lib qoladi yog'ochdan. Bundan bo'ladigan bo'lsa, eniga bez ustun necha metrgacha qilib berasiz? Aka 30 metrgacha qilib beramiz, xudo xohlasa. 30 metrgacha. Qilayotgan joylarimiz bor, keyingi videolarda xudo xohlasa ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz. Demak, bir skatli holatda, shu holatda bo'ladigan bo'lsa 190 ming so'mdan aka tunikasini qatirib berish ichidami biz podpischiklarimiz? Tunikasini qatirib beramiz aka, O'zi alohida tunikasini qatirsalar necha puldan qatirasizlar? Tunikasini holatiga qarab 7 ming so'm, 15 ming so'mgacha, 25 ming so'mgacha sandwich panel bo'lsa, shipper bo'lsa, shunga qarab holatlar narxlar o'zgaradi aka. Tunika bo'lsa, lekin bepulga qatirib berasiz. Tunika aka, siz obunachi sandwichmi, shippermi bepul qatirib beramiz aka. Zo'r aka, xudo xolasa aka. Necha kunda bitirdilar albatta? Bu yerda 30 kun, 1 oyda bitirdi aka. 1 oyda. 15 kun, 20 kun zagotovka o'zimizda bo'ldi, tayyorlash. Bu yerga olib kelib turib 10 kunda o'rnatib, professionallargacha qatirib berdik, 15 kuncha vaqt ketdi. Bu yerga kelganimiz. 1 oy, общий 1 oyda. Общий 1 oyda. Bitti. Eniga 14, uzunligi 200 metr. Necha kvadrat chiqdi endi bat hozir? 2800 kvadrat. Ro'parasida joy bilan başta 6000 kvadratga yaqin joy. Xo'p, pul o'tkazish yo'llari qanaqa aka sizda? Misol uchun endi ba'zi bir firmasi bor akalar bor, biznesmen akalar bor. Misol uchun ularni shotdan shotga tashlaydi boshqa. Bizniki ham firma aka, shotimizdan shotga tashlab bersa bo'laveradi. To'lovlarimizga keladigan bo'lsak, masalan, dogovorda zakolat beradi, bermasa ham mayli, professional temirlarimiz agar joyda tayyorlaydigan bo'lsak, yukimiz borganda, ustalarning ish boshlanganda 70% pulini beradi, oxirida qolgan 30% ni oxirida ish qabul qilgandan keyin beraveradi. Qolganini beraveradi. Juda ham yaxshi. Xudo xolasa, akalar ukalar qisqa ma'lumot bo'ldi degan umiddaman, chunki biz berilmagan savollar bo'lsa berib o'tasizlar. Albatta ortiqcha obzor qilish kerak yo'q, sababi oddiy qilib yopib berilgan byudjetni 190 ming so'mdan ob'yem kattaligi uchun yopib berishgan. Tunikasidan ichida qatirib berishgan. Hech narsa talab qilinmaydi sizlardan. Faqatgina tok bilan ta'minlasalaring,
Bo'ldi, oziq-ovqat. Professional olib beradi. Oziq-ovqat. Oziq-ovqat. Oziq-ovqatni aka gapingizni oldim, oziq-ovqatni o'zimiz qilganmiz. Hamma yoq o'zimizdan. Ha, oziq-ovqatdan o'zlaringiz. Faqat professional olib bergan bo'ldi, qolgan. Ha, 100% bo'ldi. hamma yoq Tushunishim bo'yicha o'zimizdan mana elektr energiya bilan ta'minlaganlar, bo'ldi. Qolgan joyi hamma yoq bo'ldi. o'zida. Hamma yoq o'zimizdan bo'ldi. Zo'r. Akalar, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmatlar bor. 190 ming so'mdan nechi pulgacha? 150 ming so'mdan 300 ming so'mgacha. Holatiga, materialiga qarab, stokka bor Zichliniga yo'liga qarab. qarab, zichliniga qarab. Zichliniga qarab, kvadratiga qarab chiqaveradi. Juda ham yaxshi. Aka, qisqa ma'lumot bo'ldi. Alloh rozi bo'lsin sizdan aka. Ishlaringizga rivoj aka. Salomat bo'ling aka. Xizmatdan inshaalloh. Rahmat, sog' bo'ling.